yil oldilari 8 yil даже suv kelmagan joylarga keldi mana bu yil. Xalq rozi. Кешегі тасландық дала бүгінгі жаснаған hamde қасылға толған дала. Оның минетлері hamde харекетлері бүгін өз нәтижесін бермекте. Бүгінгі қаһарманымыз тасланды hamde қараусыз қалған жерлерді жаңадан жасартты. Жұртымыздың қырманын асырып қоймасан, ақ алтын байлығымыз болған пақтамасы жетілі сыр бадырған Мұхаммад Амин. Ол ұзақлардан жол басып Қарақалпақстанға келіп, өнімдарлығымызды асырып қоймасан, 70 шаңырақты жұмыспен тәмінлемекте. Оның бүгінгі алып барып отырған игілікті жұмыслары отанымыздың рауажылығына үлес қоса, көрсетіп отырған нәтижелері көзді қуантырады. Keyingi yil nasib bo'lsa shu tomonga paxta zavod qurilamiz, mini paxta zavod. Жауын-шашыннан бұрын диқаншылық жинап алу керек, уақытында пақтаны зая алмай болма. Мемлекет басшысына hamisha рахмет айтамыз. Hamma алып барып жатқан саясатларына hamma разы, рахмет. Мемлекетіміздің басшысы алдымызда аман болсын. Men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilganman. Qoraqalpog'iston Respublikasiga kelganimga 4 yil bo'ldi, xudo xolasa. Mana bu hozir ko'rib turgan yeringlar, shu yoq tomondan 400 gektar bug'doy ekamiz, xudo xolasa. Faqat bizda bug'doy emas, o'zi aslida bizniki asosiysi paxtachilik. 600 gektar yerga paxta ekkanmiz. Mana bu yerga 400 gektarga bug'doy eksak, 1000 gektar bo'ladi nasib bo'lsa. Sizlarga ekilayotgan bug'doyimizni ko'rsatamiz, mana xudo xolasa. 6 yildan beri suv borib yetgan yerlarga ekyaptik, xudo xolasa. 500 gektar plan qilib turibmiz. Nasib bo'lsa 150 gektarni ekib bo'ldik. Bug'doylarimiz yaxshi chiqqan. Hozir borgan o'zinglar ham ko'rasizlar, xudo xolasa. Qiyin joyi yo'q. Qaytanga u yaxshi yer dam olayotgan bo'ladi-da. Qoraqalpoq tilida tuxum sog'ingan deydi. Suv borib tursa bo'ldi. U muammo emas. Nabrot nima deydi, ani yer shu 6 yildan beri yotgan, dam olgan. Hozir eksangiz zo'r-da. Ani bug'doy ekishdan oldin o'sha mahallani yosh kattalarini chaqirib bir duo qilingan joylari bor. Ani echki so'yib, bosh damlab boshlaydi. Endi rayon fermerlari bilan ishlaymiz-da. Biz o'z negizi Shumanay agroklasterini filialimizda. Bu yoqqa birinchi yil kelishimiz, Shumanay zavodimiz 6 yildan beri bor. Shumanayda faoliyat yuritadi. O'qishim ham o'zi boshqa narsa. Meditsinani bitirganman. Pyotr Fyodorovich Borovskiy degan kollej bo'lardi. O'sha yerda tamomlaganman o'zim. Yanvarda 4 yil bo'ladi, xudo xolasa. Endi uning orasida Xorazmda ishlab keldim, Buxoroga borib keldim. O'z Sirdaryoda boshlaganman birinchi ishimni. Tarazbon bo'lib boshlaganman. Keyingi oq oltin anaqasini ochganimizga 1 yil bo'ladi, xudo xolasa. Aprelda kirganmiz bu yoqqa. Birinchi kelgan yilim Taxitoshga kelganmiz. U yerda millatli ko'p-ku. Ancha oson bo'lgan o'rganish, chiqishib ketish. Tabiat Orolga hech yeta olmadim. Orolga niyat qilib qo'ydim, Mo'ynoqqacha bordim, yog'iga sherik topa olmadim-da. Suvgacha borib kelishim kerak. Shu Qoraqalpoqqa deganda o'sha hali aniq bo'lmaganda birinchi o'chirtdi shu Orolga boraman deb niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa yetaman unga. Bugun ham samolyotda yarim o'sha nemis yo fransuz bo'lish kerak edi. Shunaqa keldi bir partiya. Bugun o'zim ertalab keldim. Ko'p turistlarni ko'proq jalb qilish kerak. Qiziqarli voqealar bo'lgan. Birinchi kun kelganmiz. Taxitoshda fichi degan narsa bo'lar ekan. Fichi. Qaray qo'noq keldi. 3 ta bola bo'lib kelganmiz-da birinchi bu. Keyin fichiga bor, qo'noqlarni fichiga bor deyishdi. Biz bordik. Bizni ko'rmaganmiz-ku hali u narsa. Hamma bittadan zakaz qildi, endi katta narsa bo'lsa kerak. Bir yarim soatmi 40 minutda keldi u narsa. Kichkina bundoq narsa ekan-da. Biz yo'lda yurib kelganmiz. Birinchi kunning o'zidan qiziq bo'lgan. Keyin yana zakaz qilib, yana kutganmiz-da. Ovqatlari yaxshi. Ovqatlarni juvori kurtigini yaxshi ko'rdim men. Keyin hozir aniq bir ikkitasi esimda yo'q. Zo'r ovqatlar. Bizga qaraganda neobычный ovqatlar ko'p. Mana lelim bo'lim deydi shu yoq tomonda, lelim bo'lim der ekan. 6 yil, 7 yil oldilari 8 yil даже suv kelmagan joylarga keldi mana bu yil. Xalq rozi, ko'pchilik duo qilyapti.
o'zini mana hovlilariga kirib suv ichirichyapti. O'tgan necha yildan beri kelmagan suvli mana. To'yi ko'proq qiziqtirdi meni. Ani yoshlarga alohida, kattalarga alohida bu tayyorgarligi, bu yerda o'zini etaplari bor ekan. To'ylarga qatnashib turibmiz. Borib turibmiz, ko'rdik to'ylarni. Mana o'sha bog'da ekilayotgan огородimizga keldik. Sizlarga hozir ko'rsataman. Mana bu yerlarimizga 10-sentyabr kuni ekilgan bu bog'dalar. Bir anaqasi yo'q, xatosi yo'q, Xudoga shukr. Ko'm-ko'y bo'lib turibdi. Suvdan muammo yo'q, suv kelib turibdi. Mana ko'pligidan suv toshib ham ketgan. O'zi sug'orilib bo'lmaydi o'zi negizi. Lekin baribir bir sidra toshib ketdi suv ko'pligidan. Xudo xolasa yaxshi bog'daylarimiz. Bu yog'imizda ham bor. Assalomu alaykum, Abduqodir og'a. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzumisiz? Bu yoq kishim Abduqodir og'a. Bizani agronomimiz bo'ladilar. Necha yil shu yerda ishlaganlar o'zlari. O'g'illar yaxshi biladilar. Yerlarni yaxshi tushunadilar o'zlari. Mana 500 gektar maydonga biday erishtirib, hozirgi vaqtda biday ekisi davom etib o'tiribdi. Mana oldingi ekilgan bidaylar mana pashalab o'tiribdi. Biday o'simligi bu 250 kundan ostam vaqtni talab etadi. Soning uchun bu eng ko'p bizim egillerning arasındagi uzoq davom etadigan egin bo'lib hisoblanadi. Soning uchun da bo'lgan o'z vaqtida suv, o'z vaqtida oziq-ovqat, o'z vaqtidagi жаңа жапырақтан oziqlantirish жұмыстарын alib barmasak, bidaydan didilengen ziraat alу qiyin bo'ladi. Bizning Qoraqalpog'iston shariatida bu sentyabr oyida, oktyabr oyining 1-10 kunligini chegim optimal srokda egilgan bidaylar bo'ladi. Shu vaqtda egilgan bidaylarga agrotexnikalik talaplardan o'z vaqtida bersek, qalagan 70-80 sentner chegim o'nim aluga bo'ladi. Bu жаңа tағы aytib o'tdim, bu eng bir o'simliklarning ishindagi uzoq davom etadigan o'simlik. Rossiyadan olib kelingan Vasta sortini egib o'tiribmiz. Biday iyunning so 10dan keyin bizning regionimizda 10dan keyin pishib boshlaydi. Oған bizlarda hozir 2 kombaynni bарын olib tayyorlab qo'yibmiz. Xudo xolasa ol jin terimiga hech qanday bizlarda muammo bo'lmaydi. Bizda shu kungacha bir 70 ta odamni ishli qilganmiz. O'zimiz ovuldan kelib ishlayapti. Shu xalq o'zi oyligimiz vaqtida beriladi. Ham o'zimiz hosil tayyorlab, ham odamlarga ish beryaptik, ish bilan ta'minlayaptik. 70 ta odam degani 70 ta ro'zg'or degani. 70 ta ro'zg'or hozircha ishli. Kelasi yilda planlarimiz bor. Paxta zavod bilan yog' zavod qurish niyatimiz bor. Kelasi bir 2 yil, 3 yil davomida quramiz. Paxta zavodimiz o'ziga yana 130 ta odam kerak bo'ladi. Mana bizning paxta ekilgan adizimiz, dalamiz, jami Kegili rayoni bo'yicha 400 gektarga paxta ekilgan. Mana zamonaviy paxta mashinani lizing orqali olingan paxta mashinamizda mashin teriman bo'lib turibdi. Imkon qadar paxta mashinani tedirishga harakat qilyaptik. Paxta mashinasi bilanmi sezon boshidan beri terilyapti. Bunda ishchi kuchi kamroq bo'ladi, hajm ko'proq bo'ladi. O'shani hisobiga ko'proq tezroq teryapmiz. Zo'r hosil bo'lsa, mavsum yaxshi kelsa, 10 milliardgacha foyda qilsa bo'ladi. Bizga mana shundoq shart-sharoitlarni yaratib berayotgan davlatimiz rahbariga hamda investorimizga alohida tashakkurimizni aytamiz. Maqsadlarim buni yanada rivojlantirib, yurtimizga, elimizga bir yaxshi manfaatli ish qiladigan maqsadlar bor, xudo xolis. Natija harakatlar jamasi. Bir yerda gullab shasnatib bo'lsa, qahramonlik. Ol uzoqlardan, yaqinlari hamda yashangroq a'zolardan alisda. Qoraqalpog'istonning chetki aymoqlarida inson nazari tushmagan yerlarda yangi boslamalar qilmoqda. Natijalar yo'lida qiyinchiliklarda bo'ldi. Lekin ol to'xtovda emas. Ulardan saboq olib, tajribalar bilan davom ettirdi. Bizda yili natijalar kuchli bo'ladi. Sebebi bizda qo'llab turgan mamlakatimiz bor, deydi qahramonimiz. Mana bu boyga yetgan paxta punktimiz. Bu 2016-yil oxirgi marta paxta qabul qilingan. Bu yil biz tozadan ochdik. Bu paxta punktimiz bu kelish etaplari bor. Birinchi etap laboratoriyamiz, laborantimiz analiz oladi. Laboratoriyamiz bor, sertifikatlari bor laboratoriyani. Undan sortini ajratiladi.
Мына пақтаны 3-4 жерінен намуна аламыз. Бұның пақтаның патасылығын, ызғарлығын тексереміз. Сөйтіп сорты шығады. Біздің жұмыс сол, осы пақтаның патасылығын, ызғарлығын тексеремен. Мына алып атырған пақтамыз 40 грамм шығуы керек. 40 граммнан сол телешкеден алған пақтаның ызғарлығы шығады. Мына аппаратымыз БХС деп аталады. Бұл аппаратымызға 40 грамм пақтаны алып, бұған саламыз. 5 минуттан кейін аламыз. Ызғарлығын анықтайды бұл аппаратымыз. Енді пақтамызды мына 300 грамм пақтаны алып, мына елкемге саламыз. Бұдан патасылықты анықтайды. 300 грамм пақтаны саламыз. 5 минуттан өзі тоқтап, патасылығын анықтаймыз. Сорт ajratib olgandan keyin tarozga keladi. Tarozdan o'tib, nakladnoy bo'yicha o'tgandan keyin ichga qabul qilamiz. Ko'p turganlarda mana shunaqa bunt hosil bo'ladi. Mening atqarатын vazifam fermerlerden kelgen her bir teleshkini elektron tarezide haqiqiy o'lchab aludan iborat. Vaqtida bizlar o'lchab tez-tez o'tkazmasak, fermer xo'jaliklarining traktorlari irkilib qoladi. Soning uchun irkinishsiz o'lchab xizmat etishga harakat etamiz. Xudo xolasa yaxshi fermerlerden kelib turgan paxta kuniga aytavur fermerlerden bir 60-70 tonna paxta keladi. Endi hozirgi davrda yengillik tariflari hammasi mana elektron tariziga o'tdi. Burungi vaqtlari svotkani berganda azangacha ham irkilib, bir odam svotka topshirish uchun nega borib keladi edi rayon o'rayina. Kuryer degan bo'ladi edi o kezlar. Hozir endi bari elektronli. Har bir teleshka qabullab olindi, 2 minut yetmay svotkaga qo'shilib turibdi. Bu mamlakatimizning boshchisining siyosatining arkasında жұмысlar жылдан жылға жеңілдесіп, hamma narsa onlayn elektronlashib baratiribdi. Бұл albatta bizlarga жақсы natija beradi. Mamlakat boshchisiga hamisha rahmat aytamiz. Hamma olib borib atgan siyosatlarni hamma rozi. Rahmat. Mamlakatimizning boshchisi oldimizda aman bo'lsin. Bu buntlarimiz jami hajmi bittaniga 350-400 tonna ketadi shu kunda. Bu yerda ishchilardan 15 ta ishchi bor. Buni bosib turadigan, faqat shuni ustida yurishadi. Shuni bosishadi. Kuz ayından sonra жиын терім жұмыс бастанып атыпты. Пақта теру жинап алу мапасы кетіп атыпты әзірлі. Азанда 6-7 отына басылаймыз. Кешкі сол 12-1-ге дейін ұлман жұмыс алып барамыз. Үлгеріп атымыз соған мына жауын шашыннан бұрын диқаншылық жинап алу керек, уақытында пақтаны зая алмай ұлма. Күніге 110-150 tonna kelib turadi. Bu etaplari bor. Bu ozgina tindiriladi, dam oladi. Bu tunnel qaziymiz, buni namligini tortib olamiz. 2-3 oy turgandan keyin o'zimizning paxta zavodimiz bor. Paxta zavodimizda qayta ishlab chiqariladi bu. O'zimizda bu paxtamizni ipkalava aslında o'zimizni aniqlagan dolzarb bo'lib turgan muammosi ipkalavaga qayta ishlab chiqariladi. Chigitimizni Qoraqalpog'istonning o'zida Chimboy yog' zavodimiz bor, o'sha yerga topshiramiz. Xudo xolasa mana territoriyamiz katta. Keyingi yil nasib bo'lsa shu yoq tomonga paxta zavod qurilamiz, mini paxta zavod. Kuniga 70 tonna paxta qayta ishlab chiqariladi. Bir o'rtog'im sabab bo'lib kelib qolganmiz, bu sohaga kirganmiz to'g'rirog'i. Tarozbon bo'lib boshlaganman, birinchi ishimni. Birinchi qalam tarozbon bo'lganman. Keyin shu etap ko'tarilib, shu darajaga keldik, xudo xolasa. Ko'proq sohani tushunmaganmiz boshida. Ko'p narsalardan xato qilardik, adashardik. Paxta faqat ko'ringani bilan bir xil bo'lmaydi. Paxtaning sortlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. O'sha tomonlarni rosa adashganmiz. 1,5 yil rosa qiyin bo'lgan u. O'sha tegiga yetib, obdan u sohani kirib bo'lgandan keyin, to'liq tushunganimizdan keyin hozir qiyinchilik tug'dirmaydi uncha. Bu etapga kelish uchun birinchi boya aytganimdek taroz bilan boshlangan birinchi bo'lib, keyin Tavrovet degan bir anaqa bor, shtat bor. O'shanda ishlaganman. Начальник qorovul bo'lganman, bosh ahram bo'lib. Keyin ovul xo'jaligi bo'yicha rahbar bo'lib, mana hozir Kegli oq oltin klastrini rahbar bo'lib kelib ishlayaptik. Bu sohaning mas'uliyati
juda og'ir. Misol uchun aytaylik, mana yerga paxta ekamiz yoki bug'doy ekamiz, bitta xato hozir bilinmaydi. Mana yerga ekib ketaveramiz, mana hozir ko'm-ko'y bo'lib turibdi. Bu kelajak vaqtida suvini berish kerak, dorisini berish kerak. Ana o'sha joylarda xato, bitta ozgina arzimagan xato 1 yillik kutgan hosilimizni yoki daromadimizni kesib qo'yadi. Shuning uchun buni mas'uliyati juda og'ir. Lekin ekishda xatolik qilmaslik uchun yer bilan ko'proq shug'ullanish kerak, yer bilan gaplashish kerak. Misol uchun mana shu yerimiz bugun topga keldi deylik. Bir kun o'tib ketib, ikkinchi kuni eksak, yo'mashni surdirsak, haydattirsak, uje chiqib ketdi. Bir kunimiz yo'qotdik degan. U hosilda siz boyagi 100% oladigan hosilingiz 80% ga tushadi, 70% ga tushadi. Shuning uchun har qanaqa agrotexnikalarini o'z vaqtida qilish kerak. Bugun qarab qo'y, bo'ldi, bug'doy ekib qo'ydim yoki paxta ekib qo'ydim, bo'ldi, shu bilan bir oydan keyin xabar olaman degan zot bo'lmaydi u. Bizani yer nima deydi, soha aslida ob-havo bilan bog'liq bo'ladi. Bir yil yaxshi keladi, dehqonlarga zo'r keladi. Bir yil havo sal injiroq bo'ladi, yaxshi kelmay qoladi. O'sha paytlarda nima deydi, kutilgan hosil yoki kutilgan daromad bo'lmay qoladi. O'shanda minus tomonga qarab yurib qoladigan paytlarimiz ham bo'ladi. Mehnatimiz kuygan vaziyat bo'lgan. O'sha anaqadan ekskavatordan iskira chiqib ketib, bitta buntimiz paxtamiz yonib ketgan. 250 tonna paxta yonib ketgan. O'sha xatoni qaytib qilmaganmiz, o'sha bizga dars bo'lgan. Qiyin shu 1 yil kutgan paxtangizni prosta tak yoqib yuborish, yonib ketishi, havoga uchib ketgani qiyin bo'lgan. O'sha dars bo'lgan, bizga qimmatga tushgan shu dars. Bizning sohani boshqa sohalardan ajralib turishi bizda dam, bayram degan narsalar bo'lmaydi. Biz yil 12 oy shu dalada bo'lamiz. Xullas biz ani bir maqol bor edi, hozir kelmayapti. Dehqon faqat yomg'ir yoqqanda dam oladi deydi-yu. Bizga faqat shu dam o'sha paytda bo'ladi. Unda ham kamdan kam holatlarda bo'ladi. Bu sohani tanlashda nima deydi, dalada yuramiz, toza havoda. O'sha tomonlari o'zimning kasbimga yoqadi shuning uchun. Toza havo, shahar shovqinidan chetroqda. Bu kasbni tanlaganimga quvonganim o'sha mavsumning oxirida biz kutgan natija bo'lsa, o'shanda bizdan baxtli odam yo'q. Chunki 1 yillik mehnatimiz yil oxirida ko'rinadi, ko'zga ko'rinadi. Bizning sohamizda davlat tomonidan yordam berilayotgan kreditlar chiqaziladi vaqtida. Mablag'imiz yetmay qolsa, o'zimiz tomonidan ishlatiladigan mablag' yetmay qolsa, hamma bankdan kredit, imtiyozli kredit ajratiladi. Har doim hech to'siq yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q bu yoq tomonlama. Shularga qo'shimcha qilgan holatda, misol uchun texnika olamiz desak, lizing kompaniyalar ko'p hozir. Xohlagan turdagi, xohlagan texnikangizni olsangiz bo'ladi. 5 yildan 10 yilgacha imtiyozli kredit asosida texnika olib turibmiz. Texnikadan ham, puldan ham, kreditlardan ham, kreditlarning ham foizi kam, imtiyozli kredit ajratib turibdi. Ko'z qo'rqoq qo'l botir deydi-yu. Xudoga tavakkal qilib, niyatni yaxshi qilib bosaverish kerak. Bo'ladi, Xudoyim beraman desa beradi. Jur'atingiz yetguncha katta orzu qiling. Orzu, niyatni katta qilish kerak-da, Xudodan so'rash kerak, beradi Xudoyim. Baxt deganda shu uyga borganda ota-onaning oyoq kiyimi ostonada turish eng baxtli joy bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men nazarim shunaqa. Bari hamma narsadan shukr qilaman. Hech noligarchilik yo unim bo'lmadi, bunim yetmadi, bunim to'ldira olmadim, bunim qila olmadim degan xayol o'tmagan. Xudoga shukr, etap hammasini qilib kelyaptik. Hech noshukrchilik joyi yo'q. Qahramonlarga keladigan bo'lsak, bu hayotda o'zidan yaxshilik qoldirgan har bir inson qahramon deb bilaman men.